Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 6-may Urganch dehqon bozori 9 etajkadagi yangiliklarni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib boramiz. Ko'rib tursa, yangiliklar zo'rigan, kiyim-kechakdagan, detskilardan assortimentlar katta. Xullas, videorolikimizni o'tirmay oxiridan ko'rsangiz, siz uchun ajoyib manfaatli videorolik bo'ladi. Bir dona like bilan kommentariy yozib qo'yishdan chiqmasin. Bu yerning manzilini tushuntirib beraman. Oldimizda, to'g'rimizda Urganch dehqon bozori 9 etajga, shuni yonida bo'ladi. To'g'rimizda esa markaziy poliklinika, o'ng tarafimizda 5 blok do'konlari bo'ladi. 9 etajga orientir qilib kelaverasiz, shuni yonida. Muhammad Rasul, Xorman. Va alaykum assalom. Mikrofonni taqib bering. Ne yangilikda keldi shunda? Yangiliklar dim ko'p, xudo xolasa, azizlar kelaverasizlar. Kiyim-kechaklarda ham yangilik qilib tashladik mana. Xudo xolasa, mana shu rasmi bor, Cristiano Ronaldo deysizmi, Husanov deysizmi, hammasidan olib kelib qo'ydik. 15 ming so'mdan bo'ladi azizlar. 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan. Maktab o'quvchilaridan boshlab, xudo xolasa, kichkina 3-4 yoshli bolalargacha bor. Bu yoqda og'amiz ham olib turibdi ekan. Nerdan keldingiz, og'a? Hojanam og'amam olib turibdi. Urganchdan, Ena. Bo'ldi. Dimzor, xudo xolasa 15 ming so'mdan qilib beryapmiz. Endi kichkina qizchalarimizga ko'ylaklarimizdan kelgan akajon 10 ming so'mdan beryapmiz immunning ko'ylaklari. Qarang, 4 yoshli, 5 yoshli qizchalarga bemalol tushadi. 10 ming so'm. Immunning kattalari bor, 7-8 yoshlarga bemalol tushadi. 15 ming so'mdan qilib beryapmiz. Rasvetkalari bor, tanlab olib ketaverasizlar har xil variantlaridan. Mashlar 10 ming so'mdan bo'ladi xo'jayin. Kelaverasizlar 10 ming so'mdan. Endi bu tarafimizda 10 ming so'mdan futbolkalarimiz beryapmiz. 5-6 yoshdagi qizlarga bemalol tushadi. Bemalol kelaverasizlar. Rasvetkalari bor azizlar. 10 ming so'mdan futbolkani zo'rlar. Endi bu tarafimizda xudo xolasa dvoykalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. 6-7 yoshli qizlarimizga dvoykalarimiz ishtoni bilan, para bilan bo'ladi bularimiz. Para bilan xudo xolasa 20 ming so'mdan qilib beryapmiz, zo'r bo'ladi. Dim xushro'y variantlarida xudo xolasa immunning dvoykalarimizdan bor. Tepa pasti 20 ming so'mdan bo'ladi. Ko'ylaklarimiz 15 ming so'mdan aytib o'tdik. Xudo xolasa narigi dvoykalarimiz bular 3-4 yoshli qizlarga bemalol tushadi. 20 ming so'mdan pasti bilan bo'ladi xudo xolasa. O'shaqa bor. Endi bularimizdan mana 10 ming so'mdan rasvetkalari bor, ishtonchalarimizni zo'r variantlari bo'ladi. 10 ming so'mdan qilib beryapmiz xudo xolasa. Kelib saylab olib ketaverasizlar. 2-3 yoshli qizlarga bemalol tushadi. 5 ming so'mdan futbolka beryapmiz azizlar. 5 ming so'mdan bolajonlarimizga 3 yoshgacha bemalol tushadigan futbolkalarimiz 5 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bemalol kiyilib maza qilib yuraveradi. Yakteklarimizni qarang. Bulancha so'm. 10 ming so'mdan yakteklarimiz ishtoni bilan. Para bilan beryapmiz akajon. Har xil variantlaridan bor, tanlab olasizlar. Qorasi, kulrang, oqi, hammasidan. Bemalol kelib saylab olib ketasiz. Endi bularimiz bor. Pasi manjitli bo'ladi, xudo xolasa ishlab chiqarishi zo'r. Azizlar kelaverasizlar. Materiali ham dahshat, Swarovski qoshlar to'kilib pomadion xilidan bo'ladi. 15 ming so'mdan manjitli varianti, manjitsiz varianti bor xuddi shuni. Xudo xolasa bular 10 ming so'mdan qilib beryapmiz. Kelaverasizlar. Qizlarimizga sochoqli futbolkalarimiz zo'rlardan qorasi keldi, oqi bor, xudo xolasa 10 ming so'mdan qilib beryapmiz. 10 ming so'mdan bemalol kelaverasizlar. On qarang. Maza qilib kiyib yuradigan 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshgacha bemalol tushadi. 10 ming so'mdan. Endi yangilikni bombasi, mana shu 3 tasini olasiz 10 ming so'm. Shortilarimizni tanlab olasiz. Qiz bola deysizmi, o'g'il bola deysizmi, 3 ta olasiz 10 ming so'mdan. Shortilarni ham qarang, sifatli, xudo xolasa bemalol kiyiladigan variantidan bo'ladi. Bo'ldi, endi pampers kiydirmanglar vallahi, xudo xolasa. Bular bolalarni kasal ham qilmaydi, xudo xolasa. 3 tasi 10 ming so'mdan kelaverasizlar. 3 tasi 10 ming. Endi bularımizdan bor azizlar, bemalol kelaverasizlar. Ovoz tushib qoladi. Tepa pastlarimiz bor, tepa pastlarni xudo xolasa. Ishtoni bilan beryapmiz azizlar, ishtonlari bilan. Bularimiz 25 ming so'mdan. Dim xushro'y turadi bolajonlarimizga. 5-6 yoshli bolalarga bemalol tushadi. Bularimiz 3 yoshli qizlarimizga 2 yosh, 3 yoshlilarga 20 ming so'mdan tepa pastlarini qilib beryapmiz. 10 ming so'mdan ham tepa pastlarimiz bor. Maza qilib kiyib yuradigan xilidan bo'ladi aka. Mana qarang. 10 ming so'mdan futbolka ishtonlarni beryapmiz. Dim zo'r bemalol kelaverasiz. 25 ming tepa pasti onajon.
Yana shunday qilib, xudo xolasa tepa pastlarni qilib beryapmiz. 20 ming so'mdan bo'ladi. 2-3 yoshga bemalol tushaveradi. Kelaverasiz. Syomka qilib turibmiz. 25 ming so'mdan. Ana endi gafrishtonlarimizga o'tamiz. Gafrishtonlarimiz bundan kalta variantlari bor. Bular 20 ming so'mdan, uzun variantlari 25 ming so'mdan qilib beryapmiz azizlar. Kelaverasizlar. Bolalarimizga futbolkalarimiz 15 yoshgacha bo'ladigan futbolkalar 20 ming so'mdan. Bizdan kattaroq futbolkalar mana mendaqa bolalarga tushiradigan futbolkalarimizdan bor 15 ming so'mdan. Ikkita olaman desangiz 25 ming qilib beraveramiz azizlar. Bularda qora variantlari, har xil svetlaridan bor. Yana tanlab olib ketaverasizlar. Materiali zo'r, strechli. Xudo xolasa har xilidan bor. Bular zavodskoy narsalarimiz bo'ladi. 30 ming so'mdan, razmerlari 52 dan 54 gacha, 56 gacha bor. Gap yo'q. Ina rasvetkalari ham bor, xudo xolasa. Bular 15 ming so'm, ikkitasi 25 ming so'mdan. Ishqilib yangiliklar ko'p. Vaqti dahshatlar bemalol bor. kelaverasizlar. Ena. Esa videorolikimizni shu yerda yakunlaymiz. Obunachilar metrajlarni to'liq obzorni esa Saidxon kanalimizda kuzatishlaringiz mumkin bo'ladi. Esa videorolikimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'linglar.